ikkinchi muammoga yechim beramiz. Albatta, ChatGPT yordamida fikrlarimizni bir joyga jamlab beradi. Ikkinchi muammo — o'quvchilar baho uchun o'qiydi. Xo'p, baho uchun nima uchun o'quvchi baho uchun o'qiydi? Chunki mana shunga o'rgatilgan o'quvchilar. Xo'p, muammo: ko'plab o'quvchilar bilim olish uchun emas, yuqori baho olish uchun o'qishga odatlanib qolmoqda. Natijada ular mavzuni chuqur tushunishdan ko'ra javobni yodlashga harakat qiladi. Finlyandiya tajribasi rivojlanishga asoslangan baholash. Ular nima qiladi? Baho o'quvchini qo'rqitish uchun emas, rivojlantirish uchun ishlatiladi. O'quvchining xatosi kamchilik emas. Hammada kamchilik bo'ladi, xato bo'ladi. Bu juda ham muhim nuqta, azizlar. Bunga e'tibor bering. O'rganish imkoniyati deb qaraladi. O'qituvchi faqat necha olding emas, nimani yaxshilash mumkin degan savolga e'tibor beradi. Ha, azizlar, bizga yechim faqat natijani emas, harakatni ham baholash. O'quvchini harakatini ham baholang. Hop, o'quvchiga xatosidan o'rganish imkonini berish. Ya'ni o'quvchiga xatosi qayerda xato qilding, qanday qilib bu xatoni qilding va endi bu xatoni qilmaslik uchun nima qilish kerak. Hop, xatosidan o'rganishga imkon berish va shaxsiy rivojlanish rejasini tuzish. Aziz pedagoglar va ota-onalar va o'quvchilar, endi o'quvchiga xatosidan o'rganish imkoni, hamma xato qiladi va albatta hammamiz xatolarimizni to'g'rilashimiz kerak degan iddaoda ish tutishimiz kerak. Hop, Yaponiya tajribasi: mas'uliyat va o'zini baholash. Mas'uliyat va o'zini baholash. Ha, bu metodni men o'zim ishlataman. O'quvchilarimga o'rta oraliq testlarda necha ballgacha, ya'ni necha balldan necha ballgacha qo'yishi mumkin bo'ladi, nechta to'g'ri javobga deb o'zini o'zi baholashga o'rgataman o'quvchilarni. O'zlari baholab aytaman, avval bahoingizni o'zingiz biling. Men emas, baho siz uchun muhim. Ya'ni o'zingizni qanchalik saviyangizni o'zingiz bilishingiz kerak. O'zingiz rivojlanish uchun o'zingiz kuzatib borishingiz kerak. Bu nimaga yordam beradi? Bu mensiz ham o'quvchilar mustaqil ravishda o'zlarini baholay olishadi. Ha, men mana bunaqa qilyapman. Men bundoq qilishim kerak. Ha, men bu yerda xato qildim. Ha, mana bu xatoni to'g'rilashim kerak. Ha, to'g'rilasam yana ham rivojlanaman. Ya'ni o'shanga o'rgatish o'quvchilarni. Xo'p, demak, Yaponiya tajribasi mas'uliyat va o'zini baholash. Ular nima qiladi? O'quvchi o'z natijasi uchun javobgarlikni his qiladi, azizlar. Intizom va mehnat bahodan ustun qo'yiladi. Ha, intizom bo'lish kerak va mehnatini ham baholash kerak, faqatgina uni natijasini emas. O'quvchi o'z ishini tahlil qilishga o'rganadi. Ha, o'zini o'zi tahlil qilishga o'rganadi. O'zini kontrol, nazorat qilishga o'rganadi. Bu juda katta yutuq. Hop, misol, men 5 olishim kerak emas, balki men bugun kechagidan yaxshiroq bo'lishim kerak degan nazariyani oldiga suradi. Bizga yechim o'quvchini o'z ishini baholashga o'rgatish, maqsad qo'yish ko'nikmasini rivojlantirish. Ko'ryapsizmi? Maqsad qo'yish. Yanagi safar men yaxshiroq bo'lishga harakat qilishim kerak. Ya'ni matematikada, ingliz tilida yoki boshqa bir holatda yoki intizomda yoki boshqada. Faqat baho emas, bilim va odatlarni baholash. E'tibor bering. Demak, Xitoy tajribasi natija va mehnat uyg'unligi. Ular nima qiladi? Yuqori natija uchun muntazam mehnat qiladi. Muntazam mehnatgina bizni natijaga olib chiqadi. Buni juda ham yaxshi bilasizlar. Bugun o'qib, ertaga o'qimasdan, yana 2 kun o'qimasdan yoki 1 hafta o'qimasdan yoki 1 oy tashlab qo'yib, qanday bu zanjir uzilib qoladi-ku. Demak, muntazam o'qishni, muntazamlikni o'rgatish kerak o'quvchilarga. Mayli bir kun charchasi dam olib olsin, lekin keyin yana davom etish kerak. Demak, muvaffaqiyatning kaliti bu faqat davomiylikdadir. Doktor Hava shunday qiladi. Yuqori natija uchun demak muntazam mehnat qiladi. Test natijalari bilan birga bilim darajasi ham nazorat qilinadi. O'quvchida mas'uliyat va intizom shakllantiriladi. Bizga yechim doimiy kichik nazoratlar. Har bir o'quvchini individual tarzda ham qabul qilish va uni nazorat qilib borish. Amaliy topshiriqlar.
va bilimni hayotda qo'llashga o'rgatish. O'zbekiston uchun smart yechim qanday bo'ladi? Baho emas, rivojlanish degan iddaoni oldinga surish. Har birimiz shaxs sifatida, pedagog sifatida baho emas, rivojlanish muhimligini o'zimiz avval tushunib yetishimiz va keyin o'quvchiga tushuntirishimiz kerak. Demak, 40% bilim va tushunish, 30% amaliy topshiriqlar berishimiz, 20% ijodkorlik va fikrlashga undashimiz va 10% intizom va mas'uliyatga o'rgatishimiz zarur. O'qituvchi uchun noto'g'ri javobni xato emas, o'rganish imkoniyati qilish. Doktor Havva nima qiladi bu yerda? Doktor Havva o'quvchilar o'zlarini baholashini so'raydi va baholab bo'lgandan so'ng xatolarini alohidadan ko'rib chiqib, o'qib chiqib, o'ziga xulosa chiqarish uchun 5 minut, 10 minut vaqt beradi darsda. Endi xatolaringni ko'rib chiqinglar, sizlarga 5 minut vaqt beraman. Test salmog'iga qarab, ko'pligi yoki ozligiga qarab sizlarga vaqt beraman. Iltimos, testlaringizni, xatolaringizni ko'rib chiqing va yanagi safar bu xatoni qilmaslik uchun esingizda qolsin, tahlil qiling deb imkoniyat beraman. Xo'p, har bir o'quvchining o'sishini kuzatish, rag'batlantirishni ko'paytirish va hayotiy vazifalar orqali baholash. Xo'p, xulosa, Finlandiya o'quvchini rivojlanishni, Yaponiya mas'uliyatni, Xitoy mehnat natijasini o'rgatadi. Bizga esa baho uchun emas, kelajak uchun o'qiydigan avlod kerak. Iltimos, fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirsangiz va bizni qo'llab-quvvatlang. Zero kelajak avlodimizning rivojlanishi bizning qo'limizda.